Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Tazkiyatun nafs darslarimizdan birodarlar, bugun yangi mavzuni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz sakinat. 21-asrning vabosi bu stress deyiladi. 21-asrning chumasi, vabosi stress deyiladi. Odamlarni asabiy ekanligi, asablarni tarang ekanligi, birpasda bir jahl chiqib ketishligi, o'zini tutib tura olmasligi. Bitta gap kam, ikkita gap ko'p. 1.5ta gap istash kerak. Ana shu katta shaharlarda yashaydigan odamlarning ko'pchiligida mana shu sakinat degan narsa yo'qligini ko'rasiz. Doim nervinli. Menga tegma deb turadi. Bu katta shaharlarda. Endi qishloqlarda, kichkinaroq shaharlar yoki mana shu biz aytgan qishloqlarda yashaydigan odamlarni qarasanglar, ularda mana shu sakinat ko'proq katta shaharlarda yashaydiganlardan ko'ra. To'g'rimi? Bu sakinat dehqonda bor, cho'ponda bor. Sakinat haqida Qur'oni Karimda bir qancha oyatlar nozil bo'lgan. Ularni o'qiymiz, ularning sharhlarini ko'ramiz. Mana shu sakinatga hozirgi kunda odamlar naqadar muhtoj. Osoyishtalik, qalbni xotirjamligi, og'ir bosiqlik, viqor, salobat. Aytiladiki, sakinat manzilati mavohibdir, makosib emas. Sakinat mavohib, makosib emas. Sakinat nima? Sakinat xotirjamlik, qalbning osoyishtaligi, og'ir bosiqlik, munosabatlarda muloyimlik, yumshoqlik, viqor va salobat. Banda, mo'min banda amal qiladi. Alloh taolo mana shu amaliga ajr savob beradi, mukofotlaydi. Alloh tomonidan ato qilinadigan narsa mavohib deyiladi. Sakinat ana shu mavohiblardan. Bandani o'zining kasbi, amali, harakati bilan unga keladigan narsa makosib deyiladi. Istiqoma, mustaqim bo'lishlik kishining makosiblaridan, o'zi mehnat qiladigan, o'zi harakat qilib qo'lga kiritadigan ishlardan. Halol pul topish bu makosiblardan, inson o'zi harakat qilib qo'lga kiritadigan narsalardan. Havoi nafsiga qarshi mujohada qilishlik ham makosiblardan. Agar soddaroq qilib aytsak, bandani sa'yi harakati va mehnati ortidan qo'lga kiritadigan narsasi makosib deyiladi. Buni misoli, ishxonada ishladingiz, shu qilgan ishingizga beriladigan maosh, oylik, ish haqi makosib deyiladi. Tushundingiz-a? O'zingizni harakatingiz bilan qo'lga kiritdingiz. Shu ishni qildingiz, oldingiz xizmat haqini. Endi Alloh tarafidan mukofot tariqasida keladigan narsa mavohib deyiladi. Premiya. Makosib banda o'zini harakati bilan qo'lga kiritadigan narsasi. Bu oylik maoshga o'xshaydi. Makosib unga berilgan mukofot, premiyaga o'xshaydi. Tushundinglar-a? Mavohib, makosib. Makosib bu oylik ish haqiga o'xshaydi. Mavohib uni ustidan beriladigan mukofot bo'ladi. Demak, mavohib Alloh taoloni bir bandasini mukofotlab qo'yishi ekan. Sakinat mavohibdir. Sen Alloh tarafiga qarab yurasan, Alloh taolo senga qalbingga tajalli qiladi, seni mukofotlaydi. Sen mustaqim bo'lishga intilasan, u senga ikrom ko'rsatadi. Bu ham mavohib, mukofot. Demak, istiqoma makosib ekan, takrim, ikrom ko'rsatilishi esa mavohib ekan. Bir oy ishladingiz, oyligingiz bor va uning ustidan mukofoti bor. Ko'zni tiyish makosib. Endi uning orqasidan qalbga halovatni kelishi mavohib. Mavohib boshqa narsa, makosib boshqa narsa. Xulosa, mavohib
makosibning samarasi, mevasi. Biz bu darslarimizda birodarlar Qur'oni Karim oyatlarini o'qib o'rganamiz. Qur'on hamma narsa. Shuning uchun biz bir mavzuga tegishli oyatlarni tanlab olamizda, ularni tafsir qilamiz. Mana muhabbat haqidagi oyatlarni avvalgi darslarimizda o'qib o'rgandik, tafsir qildik. Ixlos haqidagi oyatlarni tanlab oldik, o'qidik, o'rgandik. Mana endi birodarlar, sakinat haqida tushgan oyatlarni o'qiymiz, o'rganamiz. Demak, bu darslarimizni o'zgachaligi bor. Har bir mavzuga tegishli bo'lgan oyatlarni tanlab, alohida o'qib o'rganib chiqamiz. Mana endi sakinat haqidagi oyatlar. Birinchi oyat. Astagfirullah. Thumma anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin va anzala junudan lam tarawha va azzabal ladina kafaru va zalika jazaa'ul kafirin. Tavba surasi. Keyin deydi Alloh taolo. Keyin Alloh payg'ambariga va mu'minlarga o'z tomonidan xotirjamlik nozil qildi. Hamda sizlar ko'rmagan bir lashkarni tushirdi va kofir bo'lgan kimsalarni azobga duchor qildi. Kofirlarning jazosi shudir. Demak, musulmonlarning ustiga kofirlarning qo'shini kelib, tahdid solib, qo'rqitib, xavotirga soltirgan paytda Alloh taolo payg'ambariga va mu'minlarga xotirjamlikni tushirdi. Demak, xotirjamlik Alloh tomonidan beriladigan mukofot, mavohib ekan. Ala rasulihi va alal mu'minin. Payg'ambariga va mu'minlarga. Bir narsani bilib qo'yaylik, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'ziga xos bo'lgan narsalar bor. Faqat Rasulullohning o'ziga xos. Endi mo'min kishi o'zini iymoniga qarab, ixlosiga qarab, Allohga bo'lgan iqboliga qarab, payg'ambarimizga xos bo'lgan narsalardan o'ziga yarasha nasiba ulush oladi. Alloh taolo payg'ambarimizga bergan xayriyatlar bor, xos o'ziga xos. Endi banda qanchalar Allohga yaqin bo'lsa, taqvoli bo'lsa, o'sha Rasulullohga xos bo'lgan narsalardan o'ziga ham ulush nasiba oladi. Alloh taolo aytadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Astagfirullah. Wasbir li hukmi robbik fa innaka bi a'yunina. Robbingizni hukmiga sabr qiling. Fa innaka bi a'yunina. Zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizda siz. Nima degani? Robbingizni sizni ustingizga tushirgan kuniga, hukmiga rozi bo'ling. Shubhasiz sizga biz o'zimiz qarab turibmiz. Zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadir siz. Qarang, bu oyat Muhammad alayhisalomga aytilgan. Agar sen musulmon birodar, Allohning amrida mustaqim bo'lsang, unga iqbol qilsang, unga muxlis bo'lsang, mana shu oyatdan senga ham ulush bor. Ey Muhammad alayhisalom, Alloh bergan kunga sabr qiling, hukmiga sabr qiling. Biz o'zimiz qarab turibmiz sizga. Biz ko'z o'ngimizdasiz deyapti. Endi biz ham ixlosimiz, Allohga bo'lgan istiqomamizga yarasha Alloh taolo bizga ham nazar solib turadi. Bizni ham kuzatib turadi. Alloh taolo payg'ambarlarga buyurgan narsani mu'minlarga ham buyurgan. Nima degan? Ya ayyuhar rusulu kulu minat toyyibati va amalu soliha. Ey payg'ambarlar, halol, pok taomlardan yenglar va solih amallar qilinglar. Payg'ambarimiz aytadilar, Alloh payg'ambarlarga buyurgan narsani mu'minlarga ham amr etdi. Modomiki sen musulmon sifatida ana shu payg'ambarlarga buyurilgan narsani qilar ekansan, Alloh senga ana shu anbiyolarga ato qilgan narsalardan ba'zilarini ikrom qilib, hadiya qilib berib qo'yadi. Masalan, mo'jizalar payg'ambarlarga berilgan. Mo'jizalar bu g'ayri oddiy ishlar. Tabiat qonunlariga teskari keladigan ishlar. Allohdan boshqani hech kimning qo'lidan kelmaydigan ishlar. Bu mo'jizalar payg'ambarlarga xos bo'lsa, endi banda taqvodor bo'lsa, Allohning valilari qatoriga kirsa, taqvosi bilan Alloh unga karomatni beradi. Karomat nima? Imom Azam Fiqhul Akbarda aytadi, mo'jizalar anbiyolar uchun haqdir. Karomatlar avliyolar uchun haqdir. Karomat nima?
deya turib, qaraganda akang keldi deydi. Kamera yo'q. Yuragi sezadi, chiqsa akasi kelgan bo'ladi. Yoki mana mashinani olyapman deb olib kelsa, otasi qarab turib, shu mashinang ko'nimga o'tirmayapti bolam, shuni olmay qo'yaver deydi. Olmaydi, berib yuboradi. Bir haftadan keyin esa o'g'irlangan mashina ekan. Ana. Tushundingizmi? Agar siz taqvoda, istiqomada mustahkam bo'lsangiz, Allohga yaqin bo'lsangiz, payg'ambarlarga bergan narsalardan ba'zilarini sizga ham berib qo'yadi. O'ziga yarashasini. Mana mo'jizalar payg'ambarlarga edi. Boshqa hech kimga mo'jiza berilmaydi. Endi avliyolarga nima bor? Karomat bor. Ulug'lik eshiklari ochiq, birodarlar. Peshqadamlik eshiklari ham ochiq. Har zamon, har makonda Alloh taolo Alloh, Rob o'zgarmaydi. Aksincha, ayrim zamonlarda mustaqim bo'lishni savobi ayrim zamondagilarga qaraganda ko'proq bo'ladi. Nima degani bu? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ishtaqtu li ahbabi." Rasululloh habiblarimni, qalbimga yaqin bo'lgan ummatlarimni ko'rishlikka mushtoq bo'ldim dedilar. Sahobalar: "Avalasna ahbabuk?" Biz sizni habiblaringiz emasmizmi? Rasululloh aytdilar: "Antum ashabi." Sizlar mening sahobalarimsizlar, ya'ni hamsuhbatlarimsizlar. Ahbabi unasun ya'tuna fi oxiriz zaman. Mening habiblarim, qalbimga yaqin bo'lgan ummatlarim oxir zamonda keladi. Ularning orasida o'zining dinini mahkam ushlagan kishi xuddi cho'g'ni ushlagan kishi kabi bo'lib qoladi. Ularning ajri 70 kishining ajri kabi bo'ladi dedilar. Shunda sahobalar: "Minna aw minhum?" Ulardan 70 tami yo bizdan 70 tami? Qola bal minkum. Sizlardan 70 tani. Ya'ni sizlardan 70 deyiladi qilgan ajringlar ularni bittasini qilgan ajri bilan teng bo'lib qoladi. Sahobalarning 70 tasini qilgan ishining ajri u oxir zamonda kelgan payg'ambarimizning habiblardan bittasini qilgan ajriga teng bo'ladi. Sahobalar nimaga unday bo'ladi deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Li'annakum tajiduna alal khayri a'wanan va la yajidun." Chunki sizlar yaxshilik ustida yordamchini topasizlar. Ya'ni men sizlarning ichingizda turibman, yaxshi ishlarda yordamchi bo'lib, ularda esa yo'q. Ular topmaydilar, chunki Rasululloh vafot etib ketganlar. Tushunarlimi? Shuning uchun bir davrda taqvodor bo'lish boshqa bir davrdagi taqvodor bo'lishdan ko'ra ustunroq bo'ladi. Bir davrda halol savdo qilishlik boshqa davrda halol savdo qilishdan ko'ra balandroq bo'ladi. Bir davrda ko'zni tiyishlik boshqa bir davrdagidan ko'ra balandroq bo'ladi. Ko'ring, oxir zamonda meni shunday ummatlarim keladi, sizlarni sahobalarim 70 deyiladi savobi bitta odamning savobi bilan teng bo'lib qoladi. Thumma anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin. Keyin Alloh payg'ambariga va mu'minlarga o'z tomonidan xotirjamlikni nozil qildi. Sakinatni berdi. Ikkinchi oyat. Astagfirullah. Fa anzalallohu sakinatahu alayhi va ayyadahu bi junudin lam tarawha. Alloh uning ustiga xotirjamlik tushirdi va uni sizlar ko'rmagan lashkar bilan qo'llab-quvvatladi. Ikkita oyatda kelyapti, Alloh unga sakinatni tushirdi deyapti. Demak, sakinat inson o'zi harakat qilib qo'lga kiritadigan narsa emas ekan. Sakinat Alloh tomonidan mukofot bo'lib tushadigan narsa ekan. Masalan, qo'lida puli yo'q odam aytadiki, "Moncha dollar pul qilsam, qalbimda bir xotirjamlik bo'lib qoladi" deb o'ylaydi. Xotirjamlikni tushuninglar, banda o'zi kasb qila olmas ekan. Xotirjamlik, sakinat Alloh tomonidan berilar ekan. Kimga? Mustaqim bandalariga. Masalan, o'sha puli ko'p odamlar bor. O musulmon bo'lsin, musulmon bo'lmasin, katta pul egalari bor. Qarangda, boyagi kambag'al o'ylagandaqa pul ko'p bo'lsa-la xotirjam bo'laverarmikin? So'raylar-da o'shalardan. Puldor akalar. Sakinat, xotirjamlik paydo bo'ldimi? O'sha sevib to'lgandan keyin pulga? Yo'q. Aksincha, xavotir yana ham ko'paydi. To'g'rimi?
kechasi uxlamaydigan akalar bor ekan, puldorlar. Uxlay olmas ekan. Masalan, inson trenajyorniy zalga borib turib bir yil ishlasa, qorni kiradi, biqinlari kiradi, to'shlari chiqib, chiroyli figura egasi bo'ladi. Bu makosib. Banda o'zi harakat qilib qo'lga kiritgan narsasi. Bu makosib. Endi mavohib nima? Inson o'zi harakat qilib topa olmaydi buni. Boshqa solih amallarni zo'r qilib taqvoda mustaqim bo'ladi. Alloh tomonidan shu taqvosi uchun berilgan mukofot u, premiya u, tushuning. Alloh tushirmasa sakinatni, hech kimda bo'lmaydi bu sakinat. Demak, sakinat bu Alloh tomonidan beriladigan in'om, hadiya. Agar bizni tilga o'girsak, premiya ekan. Ko'zingizni teganingizga savob bor. Nafsingiz bilan kurashganingizga savob bor. Ihson qilganingizga ajr mukofot bor. Endi mana shu ishlarda siz mustaqim bo'lsangiz, muxlis bo'lsangiz, doim bo'lsangiz, Alloh yaxshi ko'rsa, mukofot qilib sizni qalbingizga sakinatni ato qilar ekan. 3-oyat. Astaidu billah. Huvallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati val ard va kana Allohu aliman hakima. Mana Alloh azza va jalla Qur'onda bir qancha oyatlarda sakinat haqida siz bilan bizga xabar berdi. Sakinat bu qalbning xotirjamligi. Sakinat mavohiblardan dedik, makosiblardan emas. Makosib banda o'zi mehnat qilib, harakat qilib qo'lga kiritadigan narsa bo'lsa, makosib undan balandroq narsa. Bandaning qilgan mana shu sa'yi harakati uchun Alloh taolo mukofot tariqasida beradigan narsa mavohib deyiladi. Sakinat ana shu makosiblarning samarasi. U Alloh o'z iymon ishonchlariga yana ishonch qo'shishlari uchun mo'minlarning dillariga sakinat, orom tushirgan zotdir. Osmonlar va yer qo'shinlari yolg'iz Allohnikidir. Alloh bilim va hikmat egasi bo'lgan zot. 4-oyat. Astagfirullah. Laqad radiyallohu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim va athabahum fathan qariba. Fath surasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana sahobalar Hudaybiya kunida daraxt ostida bay'at berishdi. Mana ular haqida Alloh taolo xabar berib aytadi: "Ey Muhammad alayhisalom, dar haqiqat Alloh mo'minlardan ular daraxt ostida sizga bay'at qilayotgan vaqtlarida rozi bo'ldi. Bas, u zot ularning dillaridagi narsa, sadoqat va vafoni bilib, ularga sakinat va orom tushirdi va ularni yaqin g'alaba va o'zlarigina oladigan ko'pdan ko'p o'ljalar bilan mukofotladi. Alloh qudrat va hikmat sohibi bo'lgan zot." Sahobalarning qalblaridagi sadoqat va vafoni Alloh ko'rdi, ularning qalblariga sakinatni tushirdi. Mana ko'ring, ana shu payg'ambarga bo'lgan vafosi va sadoqatiga mukofot qilib Alloh sakinatni tushirdi. Aytyapmiz-ku, banda u sakinatni o'zi harakat qilib, sa'y harakati bilan, mehnati bilan qo'lga kirita olmas ekan. Sakinat Alloh tomonidan beriladigan mukofot. Kechagi darsimizni sodda qilib tushuntirdik. Bandani qilgan amallariga Alloh taolo beradigan savob, ajr, bu ishchini ishlagan oliy maoshi bo'lsa, endi mavohib o'sha ishchini ishlagan oligidan tashqari ustiga beriladigan mukofoti, premiyasi o'zbekcha qilib aytganda. Demak, mavohib bu makosib emas. 5-oyat. Astagfirullah. Fa anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin. Alloh o'z payg'ambarining va mu'minlarning ustiga o'z sakinat oromini tushirdi. Demak, sakinat Alloh tomonidan keladigan mukofot bo'ladi. Bu oyatlarda hammasida sakinat haqida so'z ketdi. Thumma anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin. Fa anzalallohu sakinatahu alayhi va ayyadahu bi junudin lam tarawha. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Qur'oni Karimda bir mavzu haqida so'z ketdimi?
Demak, bu mavzu hazlaka mavzu bo'lmaydi. Sakinat haqida bir qancha oyatlar tushdimi, demak bu hazlaka mavzu emas. Bu oyatlar hammasi qanday holatda nozil bo'ldi? Qanaqa shart-sharoitda? Rasululloh va mu'minlarning ustlariga qo'rquv, iztirob, xavotir, mashaqqat yog'ilib turgan paytda. Tushunarlimi? Sakinat qachon tushar ekan? Mo'minning qalbida shu xotirjamlik yo'q bo'lib, qo'rquv, iztirob bo'lib turgan paytda Alloh tomonidan mukofot bo'lib tushar ekan. Bu oyatlarni birlashtiradigan bitta narsa mo'minlarning ustiga mehnat, mashaqqat, qiyinchilik yog'ilib turgan paytda Alloh ularga sakinatini yuborishiga xabar berilyapti. Endi inson dunyoda yashar ekan, albatta ustiga bir musibatlar keladi, qiyinchiliklar, mashaqqatlar. Mana shunday holatda inson o'zini yo'qotib qo'yadi, iztirobga tushadi, dovdirab qoladi. Mana shunday holda nima ish qilish kerakligini bilmay qoladi. Ammo mo'min mana shunday holatda Robbisi tomonidan yuboriladigan sakinatga ega bo'ladi, u xotirjam bo'ladi. Mana shunday bir mashaqqat, qo'rquv, xavotir, vahima kelgan paytda mo'min banda Allohga qanchalar yaqin bo'lsa, islomida, iymonida qanchalar mustaqim bo'lsa, taqvosida qanchalar mustahkam bo'ladigan bo'lsa, shunga yarasha Alloh taolo unga sakinatni tushiradi. Xotirjam bo'ladi. Kim aytgani bo'ladi deydi? Alloh aytgani bo'ladi deydi. Hammani boshini qo'tirib qo'ygan, hayron qoldirgan, aqllarni qulflab qo'yadigan balolar, musibatlar kelganda Alloh o'zini mana shunday taqvoli mo'min bandasini qalbiga sakinatni tushiradi. Ana shu sakinat sababli mo'min xotirjam turadi, dovdirab qolmaydi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hijrat kunini eslaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 dan ortiq sababni qilib eson-omon Madinaga yetib olishligi uchun 10 dan ortiq sababni qildilar, g'orda o'tiribdilar. Lekin bu sabablarni bittasi ham foyda qilmadi. Quraysh o'sha g'orda oldiga bordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ularning oyoqlarini ko'rib turishar edi. Shunda Abu Bakr Siddiq xavotirga tushdi, yig'ladi. Nimaga yig'layapsiz ey Abu Bakr? Ya Rasululloh, agar engishib bittasi oyog'ini tagiga qaraganida bizni ko'rib qolar edi. Payg'ambarimiz nima dedilar? Mana Alloh tomonidan tushirilgan sakinatki, iz yaqulu li sohibihi la tahzan, innalloha ma'ana. O'shanda o'zining sohibiga aytgan edi, mahzun bo'lmang, zero Alloh biz bilan birgadir. Mana haqiqatan qo'rquv holati, xavotir. 10 ta odammi, 20 ta odammi mushriklar chiqib g'orda oldiga kelishdi. Izlar shu g'orga kirib ketayotganligini ko'rishdi. Lekin bittasi engashib qaramadi. Mana shunday bir xatarli holatda qalbida sakinati bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini hamrohini nima qilyaptilar? Tinchityaptilar. Xotirjam bo'ling. Ma zannuka ya Abu Bakr bi isnayn, Allohu salisuhuma. 3-sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanday gumondasiz ey Abu Bakr? Ana sakinat. Xandaq kuni, Hunayn kuni, Hudaybiya kunlari. Bularni bari musulmonlar uchun mashaqqatli, istirobli, qo'rquvli kunlar edi, shiddatli kunlar edi. Alloh hammamizni o'zini ofiyatda saqlasin, lekin bandamiz boshimizda har xil kunlar bor. Mabodo mana shunday bir mashaqqatli, qo'rquvli kunlar kelib qoladigan bo'lsa, agar biz mo'min bo'ladigan bo'lsak, chinakam mo'min bo'ladigan bo'lsak, Alloh tomonidan albatta sakinat keladi. Qalbimiz xotirjam bo'ladi. Birodarlar, biz namoz haqidagi ilmni bir o'rganamiz, bo'ldi. U o'zgarmaydigan ilm. Sarf, nahv, arab tili grammatikasini o'rganamiz, bo'ldi. Qiyomatgacha bir xil turadi. Ro'zani fiqhini o'rgandik, zakotni fiqhini o'rgandik, tamom, bu o'zgarmay bir xil turadi. Ammo birodarlar, nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasini ilmi juda ham muhim. Chunki qalb bir xil turmaydi hech qachon. Doim nima bo'lib turadi? O'zgarib turadi. O'zichi bu nafs tarbiyasi bilan, qalb tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanaman degan odamga juda ham oson retsepti bor.
Nafs xohlayotgan narsani qilmaysiz, xohlamayotgan narsani qildirasiz. Bo'ldi. Nafs nima deyapti hozir? 8 rakatdan keyin. Ha, endi bunday kekirtadan shunday ushlasangiz, o'lib qolmaydi. Bir joyi uzilib tushmaydi. Endi o'sha kekirtadan usholmagan, nafsini gapiga kirgan odam shat turib chiqib ketaveradi. Lekin urushmayapmiz. Kelganlarga rahmat, 8 rakatga bo'lsa ham. Kecha ham aytdim bu narsani. Faqat endi o'sha 8 rakatga loyiq ekansizlar, u yog'iga tura olmayapsizlar. Endi 20 rakat turganlar shunga loyiq bo'lganligi uchun turibmiz emas. Yo'q, Alloh bizni shu yerga turgizib qo'yapti. Alloh shu yerda turadigan quvvatni beryapti, sakinatni beryapti, turibmiz. Tushundinglarmi ukalar? Nafsni tarbiyasini formulasi juda ham oson. Agar ikki og'iz gap bilan gapirish kerak bo'lsa, u xohlayotgan ishni qilmaysiz, xohlamayotgan ishga majbur qilasiz. Bo'ldi. Bir kun qiylanasiz, 2 kun olishasiz nafsingiz bilan, 3 kun olishasiz shaytoningiz bilan, keyin nafs ko'nikib qoladi. To'g'rimi, sigaret tashlagan akalar? 3 kun 4 kun qiylangansizlar, keyin nima bo'ldi? Ana shu sakinat, birodarlar, bizni Allohga bo'lgan iymonimiz, ixlosimiz va istiqomamizga bog'liq bo'ladi. Shuni unutmaslik kerak. Qanchalar Alloh yaxshi ko'rgan taqvoli banda bo'lasiz, shu sakinat shuncha ko'proq tushadi sizga. U sakinat kimga beriladi? Rohatli, yengil, oson kunlarida Allohni tanigan mo'minlarga. Yengil, farog'atli kunlarda Allohni tanigan bandalar, bunaqa bandalarning ustiga mashaqqat kelsa, shu kunlarda Alloh taolo ularni taniydi, biz aytayotgan sakinatni beradi. Hadis sharifda aytilganidek, yengil kunlaringda Allohni tanigin, yengil kunlaringda Allohni tanigin, yaxshi kunlaringda, mashaqqatli qiyin kunlaringda Alloh seni taniydi. Allohga inobat qilish degani Allohga qaytish degani. Allohga iltijo qilish degani, Allohga yolvorish degani inobat. Inobat 2 xil bo'lar ekan. Rububiyat inobati, ulug'iyat inobati. Rububiyat inobatini hamma qilar ekan. Mo'minmi, kofirmi, erkakmi, ayolmi, olimmi, omimi, boymi, kambag'almi, millati, irqi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar odam zoti borki, rububiyat inobatini qiladi, iltijosini. Qachon qiladi? Samolyot silkinishni boshlaganda ateist ham nima deydi? Ey Rob deydi. Kemaga chiqib, katta to'lqinlarga kema urilib, chaqalib, to'ntarilib ketishiga xavotir bo'lganda ey Xudo deydi. Ateistlik ham esdan chiqib qoladi. Mulhidligi ham yoki dinsizligi ham. Bu majburiyatdan-da. Allohni tanimaydi, lekin boshiga musibat tushganda Alloh deydi. Endi ulug'iyat inobat qanaqa bo'ladi? Yengil kunlarida ham Allohni taniydi, yengil kunlarda Allohning hukmida, yengil kunlarda Alloh taologa yaxshi ko'rib ibodat qiladi. Endi bunaqa bandasini Alloh qiylangan kunida albatta o'zini holiga tashlab qo'ymaydi. Tushunarlimi? Yengil kunlaringda Allohni eslagin, Allohni tanigin, Alloh ham seni nima qiladi? Taniydi, eslaydi. Ulamolardan biri aytadi: ustimga mashaqqat kunlari keladigan bo'lsa, sakinat haqidagi oyatlarni o'qiyman. Ana shu narsani o'qir ekan, ustimga qiyinchilik kelganda shu sakinat oyatlarini o'qib, uni ta'sirini hayotimda his qildim deydi. Mana shu nasihat, ko'rsatma, birodarlar. Agar ishlar og'irlashsa, qalb iztirobga tushsa, sakinat oyatlarini tilovat qiling. Bu sakinat Alloh taolo mo'min bandalarga ato qilgan inomi bo'ladi. U mo'minlarga xos bo'ladi. Sakinatning ta'rifi. Sakinatning asli xotirjamlik va viqor. Xotirjamlik va viqor. Masalan, falonchi odamda sakinat bor desa, demak uni qalbi xotirjam, ichi xotirjam, ustida viqor bor. Haybat bor, salobat bor. Baqir-chaqir qilish, qo'rqish, yig'i solish, asablarda buzilishi bu birodarlar sakinatni ziddi. Sakinatni nozik ta'rifi. Qalbda xotirjamlik
va a'zolarda sokinlikni bor bo'lishi. Insonning ichi ham osoyishta, tashqi ham osoyishta. Bilasizmi, shunday bir aktyor odamlar bor. Asabi o'lgan, g'azabi qaynab turibdi, ichida vulqon qaynab turibdi-yu, ammo tashqarisida xotirjam tura oladi. Biz bunaqa, bu aktyor bu. Biz bunaqa xotirjamlikni aytmayapmiz. Biz aytayotgan xotirjamlik, sakinat ustida qanday osudalik, viqor, xotirjamlik bo'lsa, qalbida ham shu narsa bor. Mo'min banda osoyishta bo'ladi, sokin bo'ladi. Xuddi salobatli bir tog'dek. Mo'min jazavaga tushmaydi, vahimaga tushmaydi, panika qilmaydi, yiqilib qolmaydi, o'zini yo'lidan chiqib ketmaydi, idish tovoqni yerga urmaydi, eshikni tepmaydi, so'kinmaydi, xotirjam bo'ladi, halim bo'ladi. Mana shu kishini muomalada, odamlar bilan qilayotgan muomalasida muloyim, halim bo'lib turganligi uni qalbida sakinat borligiga bir ishora bo'ladi. Birodarlar, bilasizmi, xulq, go'zal xulqlarning sayyidi bu hilm deyiladi, muloyimlik. Shuning uchun aytiladi, kadal halimu an yakuna nabiyan. Halim odam, muloyim odam nabiy bo'lishiga sal qoladi. Nabiy bo'lmaydi, hech kim payg'ambar bo'la olmaydi, ammo halim odam nabiylikka yaqin bo'lib qolar ekan. Endi hammamiz o'zimizni halim deb bilamiz-da, to'g'rimi? Endi bu halimlik ham ikki xil bo'ladi, birodarlar. Kimdir Alloh taolo shu halim qilib yaratib qo'ygan, tabiati muloyim, yumshoq odam bo'ladi. Kimdir bunaqa emas, nervi tez chiqadi, qo'pol, qattiq, dag'al. Endi ikkalasi halimlik qilsa, qaysinisini savobi ko'proq bo'ladi? Muhim narsa, agar qalbga sakinat o'rnashgan bo'lsa, kirgan bo'lsa, uni xotirjam qilib qo'yadi. Tana a'zolari sokin bo'ladi, viqor bo'ladi, tili hikmat va haqni so'zlay boshlaydi. U bilan yolg'on, fahsh, botil, bekorchi so'zlar orasi to'silib qoladi. Abdulloh ibn Abbos aytadi, biz aytar edik, Umarning tilida va qalbida sakinat gapirar edi. Umar roziyallohu anhuning tilida va qalbida sakinat gapiradi der edik. Ya'ni qalbidagi sakinat uni tilini va qalbini gapirtirar edi. Birodarlar, sakinat nima desa, samarasiga qarab turib bilib olishimiz kerak bo'ladi. Sakinatning samarasi qalbdagi rozilik, ishonch, qalbdagi osoyishtalik, tabiatdagi bosiqlik. Vallohi mo'min banda agar Allohga yaqin bo'lsa, agar Alloh unga sakinatni bergan bo'lsa, uni qalbida shunday bir xotirjamlik bor bo'ladiki, agar xavotir, qo'rquvda turgan butun bir shahar ahliga tarqatsa, mana shu undagi sakinatni hammasini xotirjam qilib qo'yadi. Mana shular sakinatni ochiq ko'rinib turgan mevalari. Sakinat mavohib, Allohning mukofoti. Sakinat Allohning bir bandani qalbiga tajalli qilishi, nazar solishi. Sakinat Allohning mo'min qalbiga yuborgan nuri. Sakinat qalbning xotirjamligi. Sakinat Allohning bir bandasiga bergan mukofoti. Agar bandani qalbiga sakinat o'rnashadigan bo'lsa, tilni gapirtiradi. Til nimani gapiradi? Hikmatni, haqiqatni, chiroyli mav'izani. Abdulloh ibn Abbos aytganidek, Umarning tilida va qalbida sakinat gapirar edi der edik. Ya'ni bu kishini tilini mana shu sakinat gapirtirar edi. Karomat. Payg'ambarlar uchun mo'jiza berilsa, iymoni bor, Allohga yaqin bo'lgan taqvoli bandalarga, valilarga karomat beriladi. Karomat bu g'ayrioddiy ishlar, tabiat qonunlariga to'g'ri kelmaydigan holatlar. Mana shu biz aytayotgan sakinatning ham karomati bor. Alloh bandaga sakinat bergan bo'lsa, undagi karomatlardan bittasi shu bo'ladiki, tayyorlanmagan bo'ladi, o'qimagan bo'ladi, yozib olmagan bo'ladi, yodlamagan bo'ladi, biron joydan eshitmagan bo'ladi.
o'zini ichidan shunday bir so'zni, bir gapni aytadi, u aytgan gapi naq hikmatning o'zi bo'ladi. To'satdan tilidan chiqadi, haqiqatan bir ma'nosi chuqur, hikmatli so'z bo'ladi. Qayoqdan oldi bu narsani? Bu nimaning alomati? Bu mana shu odamning qalbiga Alloh taolo sakinatni joylab qo'yganligini belgisi. Shunaqa chiroyli gapni gapiradi-da, vallohi deydi, qayerdan keldi bu gap menga deydi. Men aytdimmi shuni deydi. Keyin shunga o'xshagan bir so'zni aytay desa, qaytara olmaydi. Bu uni qalbida sakinat borligining bitta belgisi. Bu Alloh tomonidan berilgan bir fath, g'alaba. Bu sakinatning alomati. O'zidan kutmaydi odam bunaqa gapni. Boshqalar ham kutmagan bo'ladi. Mana shu ishroq, ochilish, iqbol va sakinat lahzalari bo'lib qoladi. Mana shu paytda haq bo'lgan so'zni gapiradi, hikmat bilan gapiradi, dalili bor so'z bo'ladi bu, hujjati bor bo'ladi va odamlarga ta'sir qiladi. Mana shu o'rinda bir muhim bir narsa bor. Bir odam gapiradi, terib, chizib qo'yib, shunaqa chiroyli gapiradi, hech qanaqa ta'siri yo'q. Yana bitta odam oddiy gapirib qo'yadi, hali gap qalbingizda tak-tagiga o'tib ketadi. Titrab ketasiz hali gapini eshitib. Farq nimada? Aytilgan so'zlarni qanaqasi odamlarga ta'sir qiladi? Birov ishonch bilan gapiradi. Tayyorlanib gapiradi. Mutolaa qilib gapiradi. Yodlab olgan bo'ladi. Juda ham chiroyli so'zlar. Agar mana shunaqa so'zlarni ham hattoki agar Alloh o'zi tomonidan bo'lgan bir ruh bilan quvvatlamasa, ularning ta'siri bo'lmaydi. Ammo Alloh bir bandani qalbiga sakinatni joylab qo'ygan bo'lsa, mana shu sakinat bilan gapirsa, bu sakinat unga Alloh tomonidan berilgan mukofot edi. Istiqomasini, taqvosini, ixlosini, fidoyiligini samarasi edi. Bunaqa bandani so'zlarini Alloh o'zi tomonidan bo'lgan bir ruh bilan quvvatlaydiki, ta'sir qilishi qattiq bo'ladi. Haqiqatan shunaqada. Bir unaqa savodiyo bir dehqon odam bo'ladi, oddiy bir usta hunarmand odam bo'ladi. Shu sizni haqqa chaqirib ikki og'iz nasihat qiladi. Qalbingizni teshib o'tib ketadi hali gapi. Endi shunaqa bir odamlar bor. Endi shunaqa bir keltiradi, hech qanaqa ta'siri yo'q. Boyagi odamning so'zi nimaga ta'sir qildi? Alloh tomonidan ruh berildi bunga. Alloh taoloning ruhi bilan quvvatlandi. Qalbida sakinati bor. Alloh taoloning ushbu oyatini ulamolar shu biz aytayotgan narsaga dalil deyshadi. Astagfirullah. Ulaika kataba fi qulubihimul iymana va ayyadahum bi ruhin minh. Ana o'shalarning dillariga Alloh iymonni bitib qo'ygandir va ularni o'z tomonidan bo'lgan ruh bilan quvvatlantirgandir. Ana shu gap ta'sir qilyaptimi? Demak qalbida sakinati bor. O'sha gap ta'sir qilyaptimi sizga? Demak Alloh shu so'zlarni o'zi tomonidan bo'lgan ruh bilan quvvatlantirib qo'ygan. Tushundingizmi? Tilingizni buramang, chiroyli so'zlarni termang, Allohdan taqvo qilib, ixlos bilan, istiqoma bilan gapiring, o'tadi gapingiz. So'zda hikmat bor, fasohat bor, bayon qilishda mahorat bor, nutqda puxtalik bor, ammo ta'siri yo'q. Demak, bunaqa odamni qalbida sakinati yo'q. Alloh tomonidan uning so'zlari ruh bilan quvvatlantirilmagan. Ulamolar aytishadi, qattiq ehtiyoj holatida qalbda mana shu sakinat paydo bo'ladi. Ya'ni boshiga bir balo keldi, musibat keldi, mashaqqat keldi, qiyinchilikka tushib qoldi. Mana shu paytda qilgan duosi sakinat bilan qilingan duo bo'ladi. Sidq dildan so'raydi. Shu paytda Alloh taolo uni qalbiga tajalli qiladi. Shunda uni aytayotgan so'zlarda ruh bo'ladi. Bu Alloh taoloning shu bandasini qalbiga qilgan tajallisi bo'ladi. So'zlarning ta'sirining sababi shu. Sakinat. Sakinatning nozik ta'riflaridan. Sakinat nur, sakinat quvvat, sakinat ruh. Alloh taolo mana shu sakinat orqali birodar senga bir nurni kashf qilib beradi. Ana shu nur seni qalbingga joylanganidan keyin iymon dalolatlarini ko'rasan, haqiqatlarni ko'rasan.
Mana shu nur qalbingga berilgandan keyin haq bilan botilni ajratadigan bo'lasan. Hidoyat va zalolatning farqiga borasan. Egrilik yoki to'g'rilikni o'rtasidagi farqni ko'rasan. Ya'ni sakinati bor odam qalbida, xotirjamligi qalbida bor bo'lgan odam, uni o'zini fikri bo'ladi. O'zini nazari bo'ladi, o'zini qarashi bo'ladi. U kim nima desa ergashib keta olmaydi. Sakinat Alloh tarafidan bandani qalbiga solib qo'yiladigan nur. Bu nur bilan hamma narsani o'zini boricha, holicha ko'radi. Shuning uchun birodarlar, Alloh qalbiga sakinat joylab qo'ygan banda bu hazakam odam emas. Bunaqa odam narsalarni zohiriga qarab, ustidagi suratiga qarab aldanib qolmaydi. Qalbida sakinati bor odam narsalarning haqiqatini ko'radi. Dunyo matohi qo'lida katta, uy-joyi chiroyli, mashinasi yangi, katta puli bor. Ammo harom narsani tijorati bilan boyigan. Ana shu qalbida sakinati, nuri yo'q bo'lgan odamlar havas qiladi buni. Chunki zohiriga qarab aldanyapti-da bular. Ammo qalbiga nur bergan, sakinat berilgan bandachi? Yo'q deydi. Xudo saqlasin bunaqa bo'lib qolishdan deydi. Chunki bu haqiqatini ko'radi. Demak, sakinatni nima dedik? Nur, quvvat, ruh dedik. Ana shu ruh bo'lsa insonda qalbida, u xushyor bo'ladi, sergey bo'ladi. Demak, sakinat deyiladigan ruh insonni xushyor qilib qo'yadi. Sakinatning ma'nolaridan. Sakinat mo'minning qalbidagi nur deyildi. Hamma narsani asl suratini shu nur bilan ko'radi. Sakinat mo'minning qalbini egallagan bir ruhoniyat. Ya'ni uni qalbi tirik bo'ladi. Qalbi uyg'oq, g'aflatda emas, Allohdan uzoqlashmagan, shahvatlarga cho'kmagan, o'zini doim hisob kitob turgan va kunidan rozi. Sakinat to'g'ri ilmga asoslangan quvvat. Mana shu quvvati bilan banda o'zining shahvatlarini, chaqirig'larini sindiradi. Sakinatning lavozimlaridan. Shahvatning chaqiriqlarini mag'lub qiladigan quvvat. Mana hozir aytdik-ku. Nafsingiz, shahvatingiz chiq turib ket deydi. Berma deydi. Uxla deydi. Namozga chiqma deydi. Qo'y, sendan boshqa odam yo'qmi deydi. Masalan, bir hafta chiqib masjidda ozon aytasan, ertaman bomdodga desa, nima deydi nafsimiz? Lekin so'pakalarimiz nima bo'lgan? O'sha ko'nikib ketgansizlar-da, to'g'rimi bunga? Oddiy ish bular uchun. Nafs uxla degan vasvasani qilmay qo'ygan. Chunki bu quvvat bilan, bu biz aytayotgan qalbdagi quvvat bilan nafsni sindirib bo'lgan. O'sha turib chiqib ozonda aytish oddiy narsa unga. Demak, sakinatning lavozimlaridan shahvatning chaqiriqlarini sindiradigan quvvat. Gohida shahvatlar insonni yengib qo'yadi. Shunda shayton mag'lub bo'lding deydi. Shu yerda gunohga kirib qoladi. Gunohga kirgan odam ikki xil bo'ladi, birodarlar. Bittasi osiy, bittasi fojir. Osiy kim? Fojir kim? Osiy odam ana shu gunohni qilib qo'yib, shu gunohga qo'l urib qo'yib turib, keyin yig'laydi. Istig'for aytadi. Bu osiy. Endi fojir kim? U ham xuddi shu gunohni qiladi-da, uyalmaydi. Bezrayib turaveradi. Nima bo'pti deydi. Aksincha faxrlanib ham qo'yadi. Bunaqa odam fojir deyiladi. Demak, gunohga qo'l urib, xijolat bo'lib, uyalib, istig'for etgan odam osiy ekan, gunohni qilib qo'yib turib, shunday turgan, hech narsa bo'lmagandek. Bu odam fojir ekan. Biz banda ekanmiz, tirik ekanmiz, ichimizda birodarlar, shahvat, nafs, shayton doim bizni gunoh qilishlikka undab turadi. Ichimizda doim kurash ketadi. Aqlimiz bilan shahvatimiz turadi, kurashadi. Insonning ichida maloikalardan bo'lgan ilhom bo'ladi yoki shaytondan bo'lgan vasvasa bo'ladi. Asli tuproqdanmi insonni? Jasadi tuproqdanmi? Endi ruhi samodan kelganmi? Mana shu tuproq tomoni bilan samoviy tomoni doim kurashib turadi. Kimdir umuman mana shu shaytonga, nafsga yengilgan, uning ichida kurash bo'lmaydi ham.
Endi mo'minchi gohida shahvatini sindiradi, gohida mag'lub bo'lib qoladi. Agar mo'min bandani qalbida biz aytayotgan shu sakinat bor bo'ladigan bo'lsa, u shahvatni sindirishlik quvvatiga ega bo'ladi. Sakinatning nuroniy tarafi bor, ruhoniy tarafi bor, hamda quvvat tomoni bor. Ana shu bilan shaytonni va nafsini, shahvatlarni sindiradi. Sakinat, nur, hayot va ruh. Nur bilan ko'radi, hayot bilan saodatli bo'ladi, quvvat bilan sindiradi. Demak, sakinat ichimizdagi nur, hayot va ruh ekan. Astagfirullah. Fa anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin. Alloh o'z payg'ambarining va mu'minlarning ustiga o'z sakinat oromini tushirdi. Agar Alloh bandani qalbiga shu ne'matini ato qiladigan bo'lsa, hatto osiy bo'lgan inson Allohga tavba, nasuh tavba qilsa, Alloh unga ham sakinatni beradi. Ana shu sakinati tufayli endi qalbida quvvat paydo bo'ladi. Shu quvvati bilan endi shahvatlarni sindira oladi. Mag'lub edi, g'olib bo'ldi. Bo'yinsungan edi nafsiga, shahvatiga. Endi bo'yinsundiruvchi bo'ldi. Zaif edi, endi kuchli bo'ldi. Havoyi nafsi uni yetaklardi. Endi bu sakinatni bergandan keyin u havoyi nafsini o'zi yetaklaydi. Ikkinchisi, muhosabatun nafs. Bu juda ham muhim nuqta. Nafsni hisob-kitob qilib turishlik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu va zinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Deydi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Hayotdagi bir muhim qoidalardan qilsa yaxshi bo'ladi. U kishi aytadiki, hisob-kitob qilinishinglardan avval o'zlaringizni hisob-kitob qilib turinglar. Sizlarni zararlaringizga o'lchangunga qadar amallaringizni o'lchab olinglar. Agar inson o'zini hisob-kitob qilib tursa, ancha tartibga kelib qoladi. Agar o'zini amallarini hisoblab tursa, amallari ham tuzalib qolganligini ko'radi. Agar biz o'zimizni amallarimizni o'zimiz hisob-kitob qilib tursak, nafsimizni hisob-kitob qilib turadigan bo'lsak, ancha insofga kelib qolamiz. Nafs 3 xil bo'ladi deb aytdik avvalgi darslarimizda. Nafsun ammora, nafsul lavvoma, nafsul mutmainna. Alloh azza va jalla nafsul lavvomani maqtadi. La uqsimu bi yawmil qiyama va la uqsimu bi nafsil lavvama. Qiyomat surasida Alloh taolo aytadi: "Men qiyomat kuniga qasam ichurman va men malomatgo'y nafsga qasam ichurman." Ya'ni malomat qiluvchi nafs o'zini egasini doim malomat qilib turadi, tergab turadi. Nima uchun bunday deding? Nima uchun bunday qilding? Nimaga falonchini masxara qilding? Nimaga falonchini dilini og'ritding? Nimaga g'iybat qilding? Mo'min banda iymoni qachon komil bo'ladi uni? Mana shunday doimiy suratda o'zini hisob-kitob qilib turadigan bo'lsa, sodiq mo'min shunday bo'ladi. Hisobing oxiratda yengil bo'lishi uchun birodar, dunyoda o'zingni hisob qilib tur nafsingni. Agar kim o'zini bu dunyoda nafsini qattiq hisob-kitob qilib tursa, qiyomatda bu odamning hisobi yengil bo'ladi. Endi kim buni aksini qilib dunyoda o'zini hisob-kitob qilmasa yoki hisob-kitob qilsa ham yengil qiladigan bo'lsa, qiyomatda hisob og'ir bo'ladi. Bu dunyoda inson xavotirda, qo'rquvda yashar ekan, qiyomat kunida xotirjam bo'ladi. Aksincha, bu dunyoda xotirjam, hech narsadan qo'rqmay yashagan bo'lsa, qiyomatda albatta xavotirda bo'ladi. Chunki Alloh taolo bir bandani ustida ikkita xotirjamlikni ham jamlamaydi, ikkita qo'rquvni ham jamlamaydi. Dunyoda xavotir bilan, qo'rquv bilan yashagan bo'lsa, oxiratga xotirjamlik qoladi. Agar dunyoda xotirjam yashab qo'ygan bo'lsa, endi qo'rquv oxiratga qoladi. Alloh azza va jalla hadis qudusida shunday marhamat qiladi. Va izzati la ajma'u ala abdi khawfayn va amnayn. Azizligimga, ulug'ligimga qasamki, bir bandamning ustida ikkita qo'rquvni ham, ikkita xotirjamligini ham jamlamayman.
Agar dunyoda mendan qo'rqsa, qiyomat kunida uni xotirjam qilaman. Agar dunyoda mendan qo'rqmasa, qiyomat kuni uni qo'rqitaman. Bu hadis qudusiyda. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? La yajtamiu xawfani va amnan. Ikkita qo'rquv bilan ikkita xotirjamlik jamlanmaydi. In xiftahu fi dunya tam'anaka yawmal qiyamah. Agar dunyoda undan qo'rqsang, kimdan? Allohdan. Alloh seni qiyomatda xotirjam qiladi. Agar dunyoda undan qo'rqmasang, kimdan? Allohdan. Qiyomat kunida qo'rqitadi. Birodarlar, molimizni zakoti bor. Zakotni bersangiz, molimiz poklanadi, o'sadi. Nafsning ham zakoti bor. Nafs nima bilan poklanadi desa, muhosaba bilan. O'zini hisob-kitob qilib turishligi bilan. Mana 15 kun Ramazon o'tdi. La ilaha illallohni necha ming marta aytdim. Salovatni necha ming marta aytdim. Qancha ihson qildim. Taravani qanchasida turdim, qanchasida chiqib ketdim. Mana shu muhosaba. Bir qator nima qilib turish o'zini reviziya qilib turish. Hasan Basriy marhamat qilib aytadiki, vallohi mo'min bandani o'zining nafsi ustida qoyim ekanini ko'rasan. O'zining nafsini ustida qoyim ekanini ko'rasan. Ya'ni o'zi bilan ovora u. U birovlar bilan ishi yo'q uni. O'zini tuzatish bilan ovora, o'zini kamchiliklarni, ayblarini to'g'rilash bilan ovora bo'ladi. Savolga tutadi nafsini. Nafs haqida yomon gumonda bo'ladi. Boyaga aytganimizdek, nimaga unday qildim, nimaga bunday qilmadim? O'zini malomat qilib turadi. Agar inson Hasan Basriy aytgandek, o'zini nafsi bilan ovora bo'lsa, o'zini muhosaba qilib turadigan bo'lsa, keyin ayblarini ko'rishni boshlaydi, o'zini. Inson o'zini muhosaba qilsa, keyin ayblarni ko'rishni boshlaydi. Endi inson o'zini aybini ko'rmasdan faqat boshqalarning aybini ko'rayotganligi ahmoqligini belgisi. O'zini aybsiz deb bilib, o'zini komil deb bilishligini o'zi jazo bu odam uchun. O'zingizni kamchiligingizni ko'rmasdan, aksincha o'zingizni komil deb bilishligingiz o'zi siz uchun yetarli ayb bo'ladi. Komil yo'l qanaqa bo'ladi? Boshqalarning fazilatini ko'rasiz, o'zingizni kamchiligingizni ko'rasiz. Komil yo'l qanaqa bo'lar edi? Boshqalarning sizga bo'lgan yaxshiligini hech ham unutmaysiz, ammo o'zingizni birovga agar yaxshiligingiz bor bo'lgan bo'lsa, uni unutasiz. Sakinatning shartlaridan, lavozimlaridan bu muhosaba, hushyorlik. Uchinchisi, mulotafatul xalq. Sakinatni yana lavozimlaridan haloyiq bilan lutf ila muomala qilish. Haloyiqqa muloyim bo'lishlik. Bag'ri keng bo'lishlik. Mana shu eng to'g'ri o'lchov, eng to'g'ri miqyos. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari. Agar odamlarda mana shu lutf bilan muomala qilsa, bir-biri bilan bag'ri keng bo'lsa, ishonavering, juda ham ko'p qozixonalar, sotlarning ishlari kamayib qolgan bo'lar edi, balki qozixonalarda eshigi yopilib ketgan bo'lar edi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Amilin nasa kama tuhibbu an yu'amiluk." Odamlar sen bilan qanaqa muomalada bo'lishlarini xohlaysan, sen ham ular bilan shunday muomalada bo'l. Odamlar sizga qanaqa muomala qilishini xohlaysiz, siz ham shunaqa muomala qiling. Qo'lingizdagi ishingiz bor. Sizga qanaqa munosabatda bo'lishini xohlaysiz? Unaqa bo'lishi uchun siz ham unga shunaqa muomalada bo'ling. Keliningiz o'g'lingizga qanaqa munosabatda bo'lishini xohlaysiz? Qizingiz ham kuyoviga nima bo'lsin? O'shaqa muomalada bo'lsin. Odamlar o'rtasidagi muomalalardagi nozik narsa shu. Bir yigit kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga dedi: "Ya Rasululloh, menga zino qilishlikka ruxsat bering." Ya'ni kabira bo'lgan gunohga ruxsat so'rayapti. Sahobalar g'azablanib jirkib berishdi. Payg'ambarimiz ularni tinchlantirdilar-da, hali yigitga beka dedilar. Yoniga kelganida yumshoq muomala qilib aytdilarki, shu ishni, zinoni
onangga ravo ko'rasanmi? Boya yigitning g'azabi keldi. Yo'q dedi. Odamlar ham dedilar Rasululloh onalarga bu narsani ravo ko'rishmaydi. Mana shu ishni qizingga, singlingga, ayolingga ravo ko'rasanmi? Hali yigit yo'q dedi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lini muborak qo'llarini ko'ksiga qo'yib duo qildilar haqqiga. Keyin bu yigit aytadiki, "Vallohi Rasulullohning huzuriga kirganimda men uchun zinodan ko'ra yoqimliroq narsa yo'q edi. Endi Rasulullohning huzuridan chiqqanimda men uchun zinodan ko'ra yomonroq narsa qolmadi." Ana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muloyimlik bilan muomala qildilar. Mana magazinga kirasiz, bir to'p mayda shuni oldingiz, kassirning oldiga keldingiz. Qanaqa muomala qilishini xohlaysiz kassir sizga? Beparvolik qilsa yoqadimi sizga? Yo bir qo'pol gapirsa, tezroq qilolmaysizmi deb shoshtirsa, yoqmaydi? Yoqmaydi. Nimani xohlaysiz undan? Shirin gapirsin, kulib tursin, ishingizni tezroq bitkizib bersin. Ha, shuni xohlaysizmi? Endi siz ham shuni qiling. Mana shu adolat bo'ladi-da. Mana shu to'g'ri miqyos bo'ladi-da. Bizda shunaqada avval u tuzalsin, keyin yaxshi muomala qilaman. Borda shunaqa. Nariga ham xuddi shunaqa deb turadi. Ular shuni kutadi. Sen ham kutasan. Avval ular menga assalomu alaykum desin, keyin men va alaykum assalom deyman. Ular ham xuddi shunaqa. Shuning uchun birinchi qadamda sen bos. Alloh Qur'onda aytayapti: "Innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Alloh taolo insonlar o'zlarini ichlaridagi narsani tuzatmagunlaricha ularning atroflarini tuzatmaydi deyapti. Hamma shuda avval u salom bersin, keyin men nima qilaman? Aliga olaman. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning miqyosi qanaqa bo'lgan. Endi buni aksi bo'lish mumkin emas. Astagfirullah. Fabima rahmatin minallohi lintalahum. Ey Muhammad alayhisalom deyapti Alloh taolo. Muhammad alayhisalomga Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Bas qarang, agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqab ketishgan bo'lar edi. Ko'ring, vahiy egasi bo'lgan, eng komil go'zal xulq egasi bo'lgan Muhammad alayhisalom Alloh taolaning eng bir ulug' bandasi ki agar dag'al bo'lsa, qo'pol bo'lsa, atrofidan odamlar tarqab ketardi ekan. Sakinatni shartlaridan, lavozimlaridan mulotafatul xalq, odamlar bilan lutf ila muomala qilishlik. Qalbida sakinati bor odamgina muloyim muomala qila oladi. Mana shu lutf bilan, muloyimlik bilan muomala qiladigan bo'lsak, odamlarning qalblarini kasb qilamiz. Dag'allik, qo'pollik odamlarni bizdan bezdiradi. Qarang, aytilgan bir og'iz qo'pol so'z bilan katta yomonliklar kelishi mumkin yoki aytilgan shirin, muloyim so'z bilan o'rtadagi sovuqlikni ko'tarishi mumkin. Sakinatning lavozimlaridan, shartlaridan muhosaba va haloyiqqa muloyimlik bilan muomala qilishlik. Shu yerda bitta mulohaza bor. Bir otaki farzandlariga qo'pol, dag'al, qattiq qo'l. Ota bo'lganim uchun meni yaxshi ko'rishga majbur ularni hisoblaydi. Bu noto'g'ri. Sen ularning otasi bo'lganligingni o'zi ular seni yaxshi ko'rishligi uchun kifoya qilmaydi. Tushunarlimi? Komil bo'lishlik lozim. Farzandlaringni senga muhabbatli bo'lishligi ularning qo'lida emas. Sen ularni muhabbat qo'yishiga senga sabab bo'lishing kerak. Agar qattiq qo'l bo'lsang, odamlar oldida ham hurmatini saqlamasang, zo'ravonlik qiladigan bo'lsang, otasi bo'lsang ham yaxshi ko'rishmaydi. Qo'rqar, haybatlanar, lekin yaxshi ko'rmaydi. Chunki seni bolang musulmon, senga oq bo'lib qolishidan qo'rqadi, ehtiyot bo'ladi, to'g'ri. Zohirida rozi bo'lib turishi mumkin sendan, ammo qalbida muhabbat bo'lmaydi. Otasi bo'ladigan bo'lsang ham, ularning muhabbatini qozonishliging xulqing bilan, go'zal muomalang bilan bo'ladi. Har qancha kuchli bo'lma,
har qancha haybatli bo'lma, bu sifatlar ularning muhabbatini olib kelmaydi senga. Agar komil inson bo'ladigan bo'lsang, ularning qalbiga ega bo'lasan. Qalb faqat muloyimlik bilan, yumshoqlik bilan kasb qilinadi. Mana dunyoda yashagan podshohlar, tog'iy, zolimlar, mansabdorlar, qo'lida quvvati bo'lgan, qo'lida hukmi bo'lgan. Odamlar qo'rqishgan ulardan, yaxshi ko'rishmagan. Bo'yinsunishgan, lekin muhabbat bo'lmagan. Buyrug'idan chiqishmagan. Ehtiyot bo'lishardi ulardan, jazosidan qo'rqib. Shuning uchun bunga o'xshagan tog'iylar, zolimlar odamlarning bo'yinlariga ega bo'lgan bo'lsa, payg'ambarlar odamlarning qalblariga ega bo'lishgan. Zavodda direktori, katta bir zavodda direktori. Qo'lida bir 200-300 ta odam ishlaydi. Ishchilarning ishi uni qo'lida. Xolasa haydab yuboradi, xolasa ko'taradi, xolasa oyligini ko'tarib tushiradi. Shuning uchun ishchilar qo'rqishadi. So'zsiz itoat qilishadi gapiga. Majburda. Majbur bo'lgani uchun itoat qiladi. Endi o'sha direktor shu zavodda direktorligidan ketgandan keyinchi ana shu qo'lidagi 200 ta, 300 ta ishchi yana qo'rqaveradi bundan? Uni so'ziga quloq solaveradimi? Yo'q. Faraz qiling, hech kim jamiyatda hech qanaqa bir o'rni bo'lmagan bir odam. Ilmi ham yo'q, puli ham yo'q, quvvati ham yo'q, hech narsasi yo'q. Qo'liga to'pponchani olib turib, birovni qoniga taqab turib, nima desa qiladi nariga. To'g'rimi? Hech kim emas boyaga to'pponchani ushlagan odam. Xo'p, o'sha pistoletni taqab turibdi. Ro'parasida turgan odam nima desa qiladi. Aytingchi, unga muhabbatdan bo'yinsunyaptimi? Qalbi bilan yaxshi ko'ryaptimi? Yo'q. Boyaga to'pponchani, pistoletni quvvati bilan bo'yinsundiryapti. Bunaqa quvvatda qanchalar davomiyligi bor. O'sha qo'lida to'pponchasi yo'q bo'lgandan keyin bo'ldi. Shuning uchun birodarlar, biz farzandlarimizga dag'allik, qo'pollik qilib, otalik maqomida turganimiz uchun, uni iqim-chiqimlarini to'layotganligimiz uchun bizga bo'yinsunishayotgan bo'lsa, bu nuqson akalar. Chunki bu bola ham ertaga katta bo'ladi, quvvatga kiradi, pul topadi, shunda ko'rasiz ekan sizni kimligingizni unga. U hech kim emas, siz baland bo'lib turgan paytda muhabbatini qozonib qo'ying. Mana sakinatning shartlaridan bittasi nima ekan? Mulotafatul xalq. Haloyiq bilan, lutf bilan muomala qilishlik. Endi boyagi mansabdor odam ishdan ketgandan keyin u ham muloyim bo'lib qoladi. Xalq bilan bir yumshoq, chiroyli muomala qiladigan bo'lib qoladi. Endi u ham majburlikdan qilyapti-da endi. O'shanaqa qilmasa kun yo'q unga odamlar orasida. Endi komillik nimada? O'sha mansabda, quvvatda turgan paytda yumshoq muomalada bo'lishligi. Otasiga osiy bo'lgan bir yigit bor edi. Otasi vaqti bilan aytib qo'yardi: "Sen odam bo'lmaysan." Oylar o'tdi, yillar o'tdi. Allohning taqdiri bir katta savdo markaziga bir direktor bo'lib qoldi. Allohning xohishi. Otasini hurmatini joyi qo'ymaydi, otasiga osiy, otasiga qo'pol muomala qiladi. Sen odam bo'lmaysan degan gapi alam qilar edi unga. O'sha mansabga kelgandan keyin bir kun shunday bordida otasini qo'lidan so'dirib yurib tortib, ko'nmasligiga ham qo'ymasdan mashinasiga o'tkazib turib olib keldida, "Mana ko'ring" dedi. "Mana men yetgan martabamni ko'ring" dedi. Otasi ko'rib turib, "Ha, mansabga erishibsan-u, lekin baribir odam bo'lmabsan" dedi. Nimaga? Otaga shunaqa qo'pol muomala qiladimi? Ha? Xuddi ishsini qo'lini qayirib birga majbur olib borgandaqa so'dirab kelyapti. Baribir odam bo'lmabsan dedi. Birodar, puling bo'lsa, kuching bo'lsa, mansabing bo'lsa, odamlar seni hurmat qilayotganga o'xshab ko'rinadi. Seni o'sha mansabing yoki obro'ying uchun hurmat qilishyapti. Undan ketganingdan keyinchi? Anbiyolarni birodarlar aksariyati zaif bo'lishgan. Nima, Alloh qodir emasmidi ularni kuchli qilib qo'yishga? Ha, qodir edi. Agar kuchli, quvvatli, mansabli shunaqa qilib qo'ysa, odamlar qo'rqqanidan ham bo'yinsunishar edi. Lekin Alloh bunday bo'lishini xohlamadi.
payg'ambarni yaxshi ko'rib ergashishligini xohladi Alloh taolo odamlarni. Nabiyni, payg'ambarning kuchini, quvvatini nima deydi? Kuch-quvvati. Uni komil insonligi deydi. Nabiy bo'lgan odam ham o'zini qavmini eng zaif kishisi bo'lgan. Mana Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Va yasnaul fulka va kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu. Qala in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun. Nuh alayhisalom kemani yasar ekan, qavm masxara qilar edi. U kemani yasar ekan, qachon oldidan o'z qavmidan bo'lgan kofir kimsalar o'tsalar, uni masxara qilib kuldilar. U dedi: agar bugun sizlar bizning ustimizdan kulsangizlar, sizlar bizdan kulsangizlar, bas xuddi sizlar kulganingiz kabi biz ham sizlarning ustingizdan kulurmiz. Demak, payg'ambar kuch-quvvatli, mansabli bir odam bo'lmagan. Shu qavmda bir oddiy odam bo'lgan. Shuning uchun masxara qilishyapti. Shuning uchun yolg'onchi qilishyapti. Shuning uchun qarshilik qilishyapti. Majnun deb tuhmat qilishyapti. Summa tavallaw anhu va qalu muallamun majnun. So'ngra undan yuz o'girdilar va o'rgatib qo'yilgan majnun deyishdi. Zaif bo'lgani uchun kohin deyapti, majnun deyapti, sehrgar deyishyapti. Payg'ambarning ulug'ligi nima ekan? Kuchliligi uchunmi? Odamlar ulardan qo'rqqani uchunmi? Ulardan bir narsani ta'ma qilishgani uchunmi? Payg'ambarlarning qo'lida hech narsa yo'q edi. Odamlar anbiyolarni komil inson bo'lganligi uchun ergashishgan, iymon keltirgan. Avval boshdan agar payg'ambarlar kuchli, boy badavlat bo'lishganida, odamlarni ularga ergashishligi zohiriy bo'lib qolardi, shakliy bo'lib qolardi. Bunaqa iymonni esa qadr qiymati bo'lmas edi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Thumma anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin va anzala junudan lam tarawha va azaba alladhina kafaru va zalika jazaa'ul kafirin. Keyin Alloh payg'ambariga va mu'minlarga o'z tomonidan xotirjamlik nozil qildi. Ya'ni Alloh o'zini payg'ambari va mu'minlarga xotirjamlik nozil qildi. Alloh tomonidan beriladigan mavhiba, mavohib deyiladi sakinat. Sakinat makosib emas, mavohib. Makosib banda o'zini sa'y harakati, mehnati bilan qo'lga kiritadigan narsa bo'lsa, mavohib Alloh tomonidan beriladigan hadiya. Bizning tilda aytganda makosib bu oylik maoshingiz bo'lsa, mavohib bu premiya dedik. Bandani Alloh taolo siylashni, unga fazl ko'rsatishni xohlasa, shu bandasiga Alloh taolo sakinatdan toqib qo'yadi. Bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'ziga, shaxsiyatiga xos bo'lgan narsalar bor. Agar mo'min o'zini iymonida, ixlosida, Allohga bo'lgan iqbolida, taqvosida ijtihodli bo'lsa, mana shu ijtihodiga yarasha Rasulullohning o'ziga xos bo'lgan narsalarning ayrimlaridan bir ulushga ega bo'ladi. Payg'ambarlarga mo'jiza beriladi. Ammo payg'ambar bo'lmagan mo'minlarga, payg'ambar bo'lmagan oddiy mo'minlarga taqvosiga qarab Alloh taolo tomonidan karomat beriladi. Karomatlar haq. Shuning uchun siz bilan bizga mana shu sakinatni tushishligi Allohga bo'layotgan iqbolimizga bog'liq bo'ladi. Agar banda Allohning amrida mustaqim bo'lsa, muxlis bo'lsa, iqbol qilsa, ana shu oyatdan bu mo'minlarga ham nima bor? Albatta o'lish nasiba bo'ladi. Sakinat. Sakinat nima? Alloh taoloni bandani qalbiga tushirib qo'ygan osoyishtalik, xotirjamlik. Fa anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin. Mana yana bir oyatda xuddi shu ma'no. Alloh o'z payg'ambarining va mu'minlarning ustiga o'zi sakinat, orom tushirdi. Va e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, bu sakinat odatda qachon mu'minlarning ustiga tushadi? Har kuni bo'laveradimi? Bu biz o'qigan oyatlarni birlashtiradigan narsa shuki, mu'minlarning ustiga mehnat, mashaqqat, qiyinchilik yog'ilib turgan vaqtda Alloh tomonidan beriladigan narsa. Ya'ni hamma iztirobga tushib,
gangib, nima qilishini bilmasdan, yuragi hovliqib, bosar tusarini bilmay qolgan paytda Alloh azza va jalla taqvosiga yarasha sakinatni beradi. Boshqalar qiylanib turganda mo'min xotirjam bo'ladi. Rohatli, yengil kunlarida Allohni tanigan mo'minlarga qiyinchilik kunlarida shu sakinat tushadi. Hadisda aytilganidek, yengil kunlaringda Allohni tanigin, mashaqqatli kunlarda Alloh seni taniydi. Shuning uchun mana yengil, xotirjam, osoyishta kunda o'tiribmizmi? Mana shu kunda ko'proq Allohni zikr qilaylik. Namozlarga mahkam bo'laylik. Taqvoga intilaylik. Allohni taniylik xullas. Odamlar bor, boshiga musibat kelganda Alloh deydi. Inobat. Mana shu Allohga inobat qilish, Allohga qaytish, iltijo qilish, inobat qilish ikki xil bo'ladi. Uluhiyat inobati va rububiyat inobati. Rububiyat inobati qanaqa bo'ladi desa, samolyotga chiqdi. Musulmoni kofiri, taqvodori fojiri, erkagi ayoli, boy kambag'ali. Musulmonlar ham o'tiradida subhanallazi sahhara lana hada deydi. O'tirib Allohning ne'mati ekanligini eslaydi. Parvardigor esalomon ko'tarilib, esalomon qo'yib olaylik deydi. Boya kofir nima deydi? Ichadi kerak bo'lsa. Allohni eslamaydi. Endi mana shu samolyot turbulentnisga kiradi. Mali magnitni buryadi nima deydi? O'shaga kirib, bana qilib chayqalib, samolyot qulashda xavf bo'lib qolgan paytda subhanalloh, hamma Alloh deydi. Boyaga mo'mini Allohga o'ta chiqiblar. Haligi ateistlik esidan chiqib qoladi. Ey Xudo o'zing saqlagin deydi. Ya'ni bu uni tabiatida bor. Musibat bo'lganda, ustiga qiyinchilik kelgan paytda albatta Alloh deydi. Bu rububiyat inobati deyiladi. Endi ulug'iyat inobati qanaqa desa, doim Allohga qaytadi bu odam. Boyib ketganda ham, kambag'al bo'lganda ham, sog' bo'lganda ham, kasal bo'lganda ham. Demak, yengil kunlarida Allohni eslagan bandalariga Alloh qiyinchilik kunlar keladigan bo'lsa, sakinatni ato qiladi. Xotirjam bo'lasiz, xotirjam bo'lasiz. Sakinatni ta'riflarini aytdik. Qalbda xotirjamlik bor, a'zolarda sokinlik bor, viqor bor. Qalbi xotirjam, a'zolarida sakinat va viqor bor. Aytilingan muhim narsalardan birodarlar, agar Alloh taolo sizni, meni qalbimga mana shu sakinatni o'rnashtirib kiritib qo'yadigan bo'lsa, xotirjam bo'lib qolamiz. Aytdik, yurish turishimiz, bosar tusarimiz o'rnida, viqor bor, tilimizda hikmat, fasohat bor, tilimiz haqni gapiradigan bo'lib qoladi. Sakinatni birinchi qismini muhosabatun nafs dedik. Ya'ni nafs, inson o'zini nafsini nima qilib turishligi, hisob-kitob qilib turishligi. Ikkinchisi mulotofatul xalq dedik. Ya'ni xaloyiq bilan lutf ila, muloyimlik bilan muomala qilishlik dedik. Ana shu joydan davom etkazamiz. Demak, birinchisi muhosabatun nafs, inson o'zini hisob-kitob qilib turish kerak. Agar dunyoda o'zini og'ir hisob-kitob qilib, doim tergab tursa, qiyomatdagi hisob-kitobi yengil bo'ladi. Agar inson dunyoda o'zini umuman hisob-kitob qilmasa, yengil tashab qo'ysa, qiyomatda hisob-kitobi og'ir bo'ladi. Mulotofatul xalq, mahluqotlar bilan lutfila, yumshoqlik bilan muomala qilishlik. Mana ota sifatida biz uyda farzandlarimizga qilayotgan muomalamizni aytib o'tdik. Ota bo'lganimiz uchun bizni albatta yaxshi ko'rishga majbur emas farzandlar. Boqib qo'yganimiz uchun, katta qilib qo'yganimiz uchun. Biz komil inson bo'lishimiz kerak, ularning muhabbatini qozonish uchun. Aytdik, mansabdorlar, podshohlar, quvvat egalari o'zlarining quvvati bilan, mansabi bilan, kuchi bilan odamlarning bo'yinlariga ega bo'lgan. Lekin qalblariga emas. Ularni borligida hurmat qilishgan, qulluq qilib turishgan, aytganini qilgan, lekin qalbida muhabbat bo'lmagan odamlar ularga nisbatan. Ammo payg'ambarlar esa zaif bo'lishiga qaramay, kambag'al bo'lishiga qaramay, nochor bo'lishiga qaramay, odamlarning qalblarini kasb qilishgan. Hech qanday qo'rquvsiz, bosimsiz. Odamlar payg'ambarlarni yaxshi ko'rishgan. Payg'ambarga itoat qilishgan. Ulardan qo'rqqanligi uchun emas. Ulardan bir narsani ta'ma qilganligi uchun emas. Payg'ambarlarning komil inson bo'lganligi uchun ergashgan, ularga muhabbatli bo'lishgan.
Alloh taoloning hikmati mana shunday bo'lishini taqozo qildi. Qalblarni kasb qilishlikdagi eng ishonchli yo'l odamlarga lutf bilan, muloyimlik bilan muomala qilishlik. Mana shu lutf bilan, muloyimlik bilan muomala qilishlik ham sakinatni belgilaridan. Ya'ni qalbida osoyishtalik bor, a'zolarida viqor bor, sakinat bor va so'zida hikmat bor. Astagfirullah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a. Yaxshilik bilan yomonlik hech qachon barobar bo'lmaydi dedi Alloh taolo. Idfa billati hiya ahsan. Siz har qanday yomonligini ey Muhammad alayhisalom eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Fa idallati baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya'ni sizga yomonlik qilinsa, chiroyli muomala bilan javob qaytaring. Shunday qilsangiz nima bo'ladi? Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bor bo'lgan kimsa qaynoq, sodiq do'st kabi bo'lib qolur. Qiyin endi bu payg'ambarlarning xulqida. Payg'ambarlarning xulqi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni Toif ahli toshbo'ron qilib, xorlab haydab tursa, Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Parvardigor qavmimni hidoyat qilgin, zero ular nima qilishayotganini bilishmayapti. Payg'ambarimiz sakinat egasi. U zot oyatda aytilganidek, sizga qilingan yomon muomalaga eng chiroyli bir so'zlar bilan javob bering, shunda ulfatlik paydo bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Muloyimlik bilan gapirasan, do'stingga, begonaga, dushmanga. Qarang, sakinat bo'lsa qalbimizda, muloyim bo'lamiz ekan. Sakinat qalbimizda bor bo'lsa, muloyim bo'lamiz ekan. Endi muloyim bo'lsak, bizga nima bor? Agar do'stimizga muloyim bo'lsak, uni ulfatligi davomiy bo'ladi. Agar begonaga muloyimlik qilsangiz, uni qalbini kasb qilasiz, o'zingizga do'st qilasiz. Agar dushmanga muloyimlik qilsangiz, uni g'azabi pasayadi. Demak, qalbida sakinati bor odamgina odamlar bilan muloyimlik ila muomala qila oladi. Demak, sakinatning birinchisi muhosabatun nafs, mulotafatul xalq, muroqabatul haqq. Sakinatning yana bitta alomati Alloh taolo meni kuzatib turibdi deb bilishlik. Muhosabatun nafs, nafsingizni hisob-kitob qilishligingiz. Siz borsiz, odamlar bor, Alloh bor. Siz borsiz, odamlar bor, Alloh bor. O'zingiz bilan muhosabatun nafs. O'zingiz bilan qilgan muomalada nafsingizni hisob-kitob qilib turasiz. Odamlar bilan bo'lgan muomalada mulotafatul xalq. Odamlar bilan yumshoq muomala qilasiz. Uchinchisi, Alloh bilan bo'ladigan munosabatda muroqabatul haqq. Alloh meni ko'rib turibdi deysiz. Siz, odamlar, Alloh. Shuning uchun ihson nima deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlarida anta abudalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allohni ko'rib turganda ibodat qilishing ihson. Endi garchi Allohni ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turibdi. Yana qaytaraman. Siz, odamlar va Alloh. O'zingiz bilan bo'lgan muomalangiz, o'zingizga nafsingizni hisob-kitob turish bo'ladi, muhosabatun nafs. Odamlar bilan bo'lgan muomalangizda mulotafatul xalq, haloyiq bilan muloyimlik bilan muomala qilasiz. Alloh bilan bo'lgan muomalada Alloh meni ko'rib turibdi deysiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hayo nima yo Rasululloh deb so'rashdi. Rasululloh aytdilar: "An tahfaza ra'sa va ma wa'a, wal batna va ma hawa, va an tadhkura al-mauta wal bila." Boshni va undagi narsalarni, qorinni va uning xohishlarini saqlash, o'limni va qabrda suyaklarni chirib ketishini eslashlik. Mana shu muhim narsa. Hammamiz o'lamiz, hammamiz qabrga kiramiz, hammamiz chirib ketamiz. Ungacha o'lmaydigandaqa odamlar gapiradi, xatti-harakat qiladi. Gunoh bo'lgan ko'zingni istaklari bor, mumkin bo'lmagan quloqni xohishlari bor, tilni xohishlarini tiyishlik. Harom luqma, harom narsadan taqvo qilishlik.
o'lim va chirib ketishni eslashlik, mana shu hayo bo'ladi. Darsimiz avvalida aytdik, sakinat bu iymonning samarasi. Iymoni yo'q odamda sakinat bo'lmaydi. Iymoni yo'q odamda sakinat bo'lmaydi, chunki sakinat faqat mo'minlarga beriladigan Allohning in'omi. Aytdik, sakinat makosib emas, u mavohib. Banda sa'y harakati bilan uni kasb qila olmaydi, balki Alloh tomonidan unga ato qilinadi. Sakinat Allohning atosi, sakinat iymonning mevasi. Haqiqat shuki, agar sen qalbida sakinati bor mo'min bilan muomala qiladigan bo'lsang, shunaqa odamga uchragan bo'lsang hayotingda, qalbing moyil bo'lib qoladi unga. Bir marta suhbat qilib o'tirding, yana bir marta o'tirishni xohlab qolasan. Iymoni quvvatli bo'lgan, amali solih bo'lgan mo'min bilan birga bo'lsak, bizning qalblarimiz ularga nisbatan bizning qalbimizda uns paydo bo'ladi. Qaytaramiz. Iymoni quvvatli bo'lgan, amali solih bo'lgan mo'min bilan birga bo'lar ekan, odamlarning qalblarida unga nisbatan bir uns paydo bo'ladi. Yaqinlik, iliqlik. Demak, qalbida sakinati bor mo'min bilan odamlar muloqot qiladigan bo'lsa, ularning qalbida mana shu uns paydo bo'ladi. Shuning uchun yana bir marta o'tirishni xohlaysiz. Bunaqa odam bilan birga o'tirganda, qolgan odamlarda qalblarida sakinat paydo bo'ladi, o'zlarini yaxshi his qiladi. Buni siri nimada? Bir xil odam bo'ladi, oldida turgin kelmaydi. Bo'ladimi shunaqa? O'tirdik, to'yg'izadi-da, shikoyat qilaveradi, dardini aytaveradi, problemani aytaveradi, benzin qimmatlab ketdi, ko'chalar mana qo'yib ketdi, ana qo'y. Unaqa odam uzoqdan ko'rib qochasiz. Endi biz aytayotgan qalbida sakinati bor odamni nimaga suhbatiga intilaverasiz? Nimaga uni majlisda o'tirishdagi intilasiz? Buni siri nimada? Siri shuki, Alloh mana shu bandasini qalbiga tajalli qildi, qalbiga sakinatni tushirib qo'ydi. Sen u bilan birga o'tirganingda shu sakinatdan senga ham yuqadi. Qarangda, atrofingizda bormi shunaqa odam? Demak, mana shunday sakinati bor odam bilan muomalada bo'lar ekan, odamlarga ham mana shu sakinatdan bir ulush nasib etadi. Hikmatda aytilar ekan, as-sohibu sahibun. Do'st o'ziga tortuvchi bo'ladi. Do'st erchituvchi bo'ladi. Baqiroq odamlar bilan ulfat bo'lsa, siz ham baqiroq bo'lib qolasiz. Endi qarang birodar, atrofingizda shunaqa siz u bilan o'tirsiz, qalbingiz taskin topadigan ulfatlardan nechta bor? O'zi umuman bormi bunaqa odam? Shuning uchun aytiladi, holi seni Allohga chaqiradigan, so'zi senga Allohni eslatadigan insonni o'zingga do'st tut. Aqli rojih, qalbida sakinati bor odamni do'st tutsang, saodat topasan. Mo'min kishining saodatini, baxtini siri shunda. Shuning uchun mo'minlar o'tirishganda, bir-birini ko'rganda qalbida sakinat paydo bo'ladi. Ru'yatul ikhwan madhhabatun lil ahzan deyiladi hikmatda. Alloh yo'lida tanishgan, Alloh uchun do'st bo'lgan birodarlarni ko'rishlik g'am qayg'uni ketkazadigan narsa bo'ladi. Mo'minlar majlisi yig'ilib o'tirar ekan, agar bularning o'rtasini Allohga bo'lgan iymon birlashtiradigan bo'lsa, o'tirdi, ularda qalbida xursandchilik paydo bo'ladi. Alloh azza va jalladan birodarlar, mana shu iymonning samarasi bo'lgan shu sakinatni bizga ham ato qilishini so'raymiz. Bir faqir odamni tasavvur qiling. Topish tushishi ko'ppas. Uy joyi ham nomiga uy joy. Ayoli ham husni o'rtachadan pastroq. Jamiyatda ham o'rni ko'p ham baland emas. Ko'rinishi ham ja chiroyli emas. O'rtachadan pastroq odam. Endi agar Alloh shu bandasini qalbiga tajalli qilib, sakinatni solib qo'ysa, yer yuzidagi podshohlardan ko'ra baxtliroq insonga aylanadi. Allohdan shuni so'raylik. Biz shu baxtni, xotirjamlikni, huzur halovatni so'rayapmizmi? Bu albatta pul bilan bo'lishi shart emas. Sakinatga loyiq bo'lsangiz, Alloh bersa, eng baxtli odam sizsiz. Umar ibn Hattob deyiladi, yana Boyazid Bastomiy deyiladi. Aytadiki, agar podshohlar
Bizda bor bo'lgan narsani bilishganida edi, qalbimizdagi sakinatni, saodatni nimaligini bilishganida, ana shu narsani tortib olish uchun qilichlari bilan kelib bizga qarshi urushgan bo'lar edi. Sakinat mana shunday ulkan ne'mat, birodarlar, Allohning atosi. Sakinat iymonning mevasi, samarasi. Ulamoun nafs aytadi, Alloh subhanahu va taolo sog'likni, zakovatni, boylikni, husnni bandalardan juda ko'pchiligiga beraveradi. Ammo sakinatni o'lchov bilan faqat o'zini mo'min do'stlariga beradi. Inson go'zal bo'lishi mumkin, lekin shu bilan baxtsiz bo'lishi ham mumkin. Aqlli, lekin tanazzulga ketgan bo'lishi mumkin. Kuchli, ammo zolim bo'lishi mumkin. Tanasi sog', ammo qalbi maraz bo'lishi mumkin. Qaytarib aytamiz, sog'lik, zakovat, boylik, chiroy degan narsani Alloh mo'minga ham, kofirga ham beravergan. Ammo insonni ikki dunyoda saodatli qiladigan sakinatni Alloh faqat o'zining mo'min bandalariga beradi. Sakinat iymonning eng katta samarasi. Sakinat saodatning naqgina o'zi. Sakinat saodat, sakinat baxt. Alloh azza va jalla faqat o'zining do'stlariga ato qiladigan mana shu sakinatdan bizni ham nasibador qilsin. Bu ulug' marhamatdan bizlarni mahrum qilmasin. Ana shu sakinatni sababi bo'lgan haqiqiy iymon egalaridan bo'lishimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ko'rib tomosha qilsa bo'lmaydimi? Keng bilan olishsiz keng. Yo'q, bo'ldi, qo'yish. Hukumat polvonni qo'yman, ey. Hech kim chiqma, amin. Rozimiz, bering. Matnda to'g'ri. Qo'ydi shunday. Hasan polvon olishing. Hayda, polvon. Bak, çıkalım oğlum. Bugünüm, ağzım. Kodu çıkalım. Okey. Hatta aşağıda bu var ha. Ha? Askar. İsmin neydi? Murat Darvan'sı 200 bin koyuyor bana. Şunu çoğuyga Takaylı Hasan Polvon'u koyuyor. Amin. 200 bin koyuyor. Allah'ım. Şunu. Hacı Polvon'un tirini çağırgay. Hacı Polvon tiri kimidi? Ankar. Çağbaz diyorum ben. Zohid polvon bilan Sher Muhammad polvon davrada bir qarsak beringlar. Bugungi davraning katta polvoni shular bo'ladi. Katta bitta non tuyasi bor. G'ayrat qiling polvon, g'ayrat qiling. Roma ya bu. Zohid qochmaydi. Yaşlı değil. Tamam. Şunu alayım. Sırf sen bu oldu. Sher Muhammad yanına götürdü. Uşa ya gitti ana. Kart koluna. Kart koluna. Halal. Ya donurga çingire. Onu koyunlar bir koyunlar.
Osh bo'lsin lekin, молодец. Buram bo'ldi, olish kerak. Ko'rasan. Bunu koymayı ver burada. Halkam bola qoldi. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Hoji polvon. Angordan Shoruh polvon. Ikkovining bitta choriq chiqarib ber, olishing. Roman jig'ittirib qo'yib uramizmi sizga buni? Narkot polvon tanisiz, narkot polvon bir keling deb eqa. Ha, Roman nega? Hayrat qilamiz ey. Ey, qo'ymaysizlar ey. Xalq bir qarsak beringlar. Davronlar. Ey, mana shu Surxondaryodagi butun katta polvon shunday deb olish beryapti. Haqiqatdan ham. Hammasini ko'ringlar. Bugun yolg'onni to'xtatib, gaplashmagan odam bilan gaplashib, gudrakini unutib, hozir g'iybat ko'payib ketgan hammasini to'xtatib, davraga tomosha qilinglar. Hammani fikri o'zgarib, mana shunday polvon, mard yigitlar ko'payaversin. Davraga chiqib olishadi odam ko'paysin. Lekin chin aytyapman. Narxovat polvon. Hammasi ketdi. Narxovat polvon ikkinchi tovoqni ko'targan. Narxovat polvonga ikkinchi tovoqqa bitta 4 yashar ot qo'yganmiz. Ikkinchi tovoqni shu olib turibdi. Agar yuragida o'tib boring bo'lsa, chiq Narxovat polvonga. Narxovat ikkinchi tovoq Narxovatda. Ziyo polvon. Optalaydi bu. 80'lar olishgan uchun 80-yilda tug'ilganlar bir chengizlar duo beraylik. Boshqari sizniki ekan. Ey, Hoji polvon. Hoji polvon. San polvon siz Zohid polvon bilan Shermuhammad polvonga qarang. Ey, hurmatli o'rtoqlar, bir qaranglar. Suhrob polvon Termizdan, Latif polvon Bandixondan. Ikkovining bitta ko'gati bor. Amin, Allohu akbar. Polvon shu yerga kurashimiz. Shu yerga. Yaxshimi? Chatangiz. Ey, hurmatli o'rtoqlar, mana 80-yilda tug'ilgan Shuhrat domla bo'ladi. Sal qolyapti hoji aka olib ketishiga. Amin. Nasib bo'lsa yanagi yilga 100 kilolik oshni 80-yil bolalar o'zimiz qilamiz deyapti. Duolar ijobat bo'lib, nasib bo'lsa shu hojilarga borib kelish nasib qilsin. Allohu akbar. Latif polvon keling. YouTube'da zo'r chiqib ketadi.